Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jamiki O'z kanali. Va sizlar bilan men Jamshid Uzoqov. Hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, Jamiki O'z kanalining ashaddiy muxlislari va obunachilari. Anchadan beri video qilmay qo'ydim. Juda ko'pchilik so'rashdi, juda ko'pchilik xavotir bo'ldi. Nimaga Jamiki O'z kanali video qilmay qo'ydi, efir qilmay qo'ydi degan odamlar juda ko'p bo'ldi. Avvalambor men sizlardan uzr so'rab qolaman. Sababiki qisqacha biz tanaffus qilgandik. Sababi hammaning xabari bor. Bu eng ulug' oylardan biri ro'za oyidamiz. Mana shu eng ulug' oylardan biri. Mana bu oyda qilingan toat, ibodatlar, qilingan zikrlar, Allohga aytilgan hamdlar hammasi ijobat bo'ladigan oy. Shunday ekan, bu oyda qilingan duolar ajri katta bo'ladi. Men muammoni uzoqlashtirmasdan kelinglar sizlarga bugungi chiqishimdan maqsad, juda ko'pchilik taniydi, ijtimoiy tarmoqlarda Saturn nomi bilan tanilgan qashqadaryolik bolani juda ko'pchilik taniydi. Shu bola yaqindagina Qashqadaryo viloyati Qarshi Talimarjon yo'nalishidagi bo'lgan o'sha sentralniy yo'l holatlarini olib chiqib ommaga chiqqandi. Chiqishida men siyosatga aralashmayman. Umuman siyosatga aralashmasdim, lekin mana shu safar yo'lda ahvoli og'irligi sababli mana shu muammoni olib chiqyapman degan gaplarni aytgandi. Avvalambor bugungi murojaatim Qashqadaryo viloyat hokimi Murodjon Azimovga bo'ladi va Nishon hokimiga bu murojaatlarimiz o'ylaymizki, bu murojaatimiz yuzasidan kelgusida o'z tasdig'ini topadi va o'ylaymizki, mana shu yo'llar to'g'rilanadi degan umiddamiz. Xullas, yo'lda sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, bu yo'l Qarshi Talimarjon yo'nalishida 80 kilometr oraliq bor. 80 kilometr oralig'ida Nishon, o'sha Qarshidan chiqqanda Nishondan keyin qisqacha qilib aytganda o'sha savxozlar keladi, keyin Gresdan keyin yana savxozlar, o'sha Talimarjon. Boshi Qarshi bo'lsa, oxiri Talimarjonga kelib to'xtaydi. Mana shu Qarshi Talimarjon yo'nalishidagi yo'l juda achinarli bir xaroba ahvolga kelib qolgan. Bu muammo balkim o'z tasdig'ini topar, balkim biron bir kishi chiqib mana shu yo'l masalasini olib chiqar, balki mana shu hokimlar shu yo'ldan yuradi, mana shu yo'llar ozroq bo'lsa ham to'g'ri bo'ladimi degandim, lekin ming afsuski bu yo'llar to'g'ri bo'lmayapti. Sababi bu yo'llar to'g'ri bo'lishligi uchun siz va biz harakat qilishimiz kerak ekan. Sababiki blogerlar mana shu muammoni olib chiqmaguncha bu yo'llar hech qachon qaralmaskan va qarovsizligicha qolarkan degan fikrga kelib qolyapmiz. Sababiki 10 yildan beri mana shu holat takrorlanib kelyapti. Mana shu holat, mana shu yo'lda, mana shu trassada qanchadan qancha avariyalar bo'ldi. Qanchadan qancha odamlarni urib ketgan joylari ham bo'ldi. Ko'pchilik yaxshi niyat bilan mashina oladi. Boradi, avtosalondan mashina xarid qilib oladi. Olib keladi, Talimarjon Qarshi yo'nalishi bo'yicha o'zini muammosi bilan Qarshiga 4-5 marta kirib chiqadi. Bo'ldi. Shu bilan qarabsizki, mashinani o'sha hadavoyi yo'q. Sababiki yo'l juda achinarli holat. Kelinglar, aka-ukalar, opa-singillar, men sizlarga mana shu Saturn olib chiqqan videoni sizlarga qisqacha qo'yib beraman. Undan keyin yana ozroqini gaplashamiz. Marhamat. O'zi men bunaqa siyosatli ishlarga aralashishni yomon ko'raman. Lekin buni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana bu yo'lda ahvolini qaranglar. Yo'lda ahvoli. Mani mashinamda qora akulalarning hadovoyi yaxshida. Lekin shaqirtab qo'yapti, shaqirtab qo'yapti. Nima bu? Sizlar yo'lda qaranglar. Odamlar bir mehnat qilib, tirnog'i bilan ishlab, kechani kecha, kunduzni kunduz qilmay mashina oladi-da. Bu mashina ham bu yo'lga bir mayli 1 oy ichida, 2 oy ichida, 3-oy buziladi. Yo'lni qaranglar. Endi muassasada xodim muassasadimi? O'sha mashinlar o'sha yo'lga qaraydigan xodimlar bo'lsa agar, shu Nishon tuman, Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi Talimarjonga qarshi Talimarjon yo'nalishi bo'ylab yo'lga bir e'tibor qaratsa, sal
katta yo'llarni ham olib qo'ysa yaxshi bo'larmidi, xalq qiynalmasmidi. Mendan bir ikkita xalqda yo'lda yurganlar iltimos qilishdi, shuning uchun chiqaryapman. Bu ahvol. Rulga beraveryapti, rulga. Videoni tarqatib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozinglar. Mana bu Gresti ro'parasi. Tomosha qiling. Nima bo'ladi, ey? Abi, Grest. Endi men gapirishimni hojati yo'q-da. Endi bilmadim, hayronman. Grest Talimarjon yo'nalishi ham juda og'ir ahvolda. Aka-ukalar, opa-singillar, mana ko'rgan bo'lsanglar, Saturn olib chiqqan yo'l xuddi mana shunaqa ahvolda. 10 yil oldin ham mana shu ahvolda bo'lgan. Sababiki ana shu yo'ldan meni o'zim Talimarjon Qarshiga qatnayman. Mana shu yo'ldan o'zim yuraman. Mana shu yo'lda juda ko'pchilik taksi akalarimiz qanchadan beri aytdi. Uka mana shu yo'lda olib chiqin, uka mana shu yo'lda olib chiqin dedi. Men kutib turgandim. Sababiki ozroq bo'lsa ham mutasaddi tashkilotlarimiz e'tibor qaratar. Ozroq bo'lsa ham mana shu yo'lda achinarli holatligini, bir xaroba holga kelib qolganini ozroq bo'lsa ham o'zlari bir inobatga olib, mana shu yo'l masalasini ozroqgina bo'lsa ham muammoni ko'tarib, shu yo'l zo'r bo'lmasa ham ozroq bir epaqaga kelib qoladimi degan niyatda men mana shunaqa fikr bo'lganman-da. Bu muammoni olib chiqmaganman. Ming afsuski, Saturn bu videoni olib chiqqandan keyin men ham shu yo'lda yuraman, men ham shu yo'l orqali o'zimni uyimga boraman, shu yo'l orqali Qarshiga chiqaman. Mana shu xaroba yo'llardan yurganligim sababli men Saturnning videosini ko'rib qolgandan keyin bu videoni olib chiqishga qaror qildim. Sababiki Saturnning ota-onasiga ming rahmat. Sababi mana shu xalqni muammosini, xalqni o'sha qiynayotgan shu og'ir bir nuqtasini birgalikda o'sha muammoni ko'taryapti. Men unga Saturnga rahmat aytib qolgan bo'lardim, Jamiki o'z kanali nomidan. Xullas, o'ylaymizki, Qashqadaryo viloyat hokimi Murodjon Azimov, Nishon tuman hokimi, o'ylaymizki, bu murojaat yuzasidan o'zlaringiz rasmiy munosabat berib, mana shu Qarshi Talimarjon yo'nalishi bo'yicha mana shu Qarshi Talimarjon yo'nalishi trassalarini ozroq bo'lsa ham 32 oydindan to Talimarjonga qadar yo'llar umuman xaroba bo'lib qolgan. Adashmasam Nishondan Talimarjongacha desam ham adashmayman. Sababi Nishondan u yog'i Qarshigacha yo'llar yaxshi, Nishondan chiqib Talimarjonga qarab chiqasiz, o'zi yo'llar juda xarob ahvolga kelib qolgan. Bu narsani olib chiqish eng og'ir narsa, to'g'ri, kimdir siyosat der, kimdir yana boshqa narsa der, lekin albatta siz va biz mana shu muammoni ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Mana shu muammoni kimdir yechish kerak. Tepada turgan, yuqorida turgan, yuqori turuvchi organlar o'ylaymizki, mana shu munosabat yuzasidan o'zlaringiz bir fikr berib, mana shu yo'l masalasi bo'yicha ozroqgina bo'lsa ham yo'lda epaqaga keltirasiz degan umiddaman. Xudo xolasa biz rasmiy munosabat kutib qolamiz. Xudo xolasa yana bir oylardan keyin ko'ramiz, qani o'zgarish bo'ladimi yo'qmi. Agar o'zgarish bo'lmasa, biz yana ommaga chiqish qilib, bundan keyin Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga video murojaat yo'llashimizga to'g'ri keladi. O'ylaymanki, bu murojaatimiz yuzasidan viloyat hokimi, tuman hokimlari rasmiy munosabat beradi degan umiddamiz. Sizlar bilan Jamiki o'z kanali edi. Xudo xolasa yana sizlar bilan efirlarda ko'rishamiz. Jamiki o'z kanalidan uzoqlashmanglar. Sizlar bilan Jamiki o'z kanali edi. Kelgusi rolikda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling azizlarim.